Xo'p, keyingi savolimiz. Pentan va oktandan iborat bir mol aralashma to'liq yondirish uchun. Birinchisi pentan, keyingisi oktan. Kislorod hosil bo'ldi, karbonat angidrid va suv. Reaksiyani tenglashtiramiz. Kislorod, karbonat angidrid va suv. 8, 9, 25, 12 yarim. Mana bu yerda 5, 6, 16, 8. 1 mol aralashma 11,6 mol kislorod sarflangan. Keyinchi ikkini o'rnini tenglama. Mana buni x olsam, mana buni 8x olaman, mana buni 5x olaman. Mana buni y olsam, buni 12/5y olaman. Mana buni 8y olaman. Tenglamani ishlaymiz. X plus y imiz teng ekan 1 ga kislorod sarflangan 11,6, 8x plus 12 yarim y teng ekan 11,6 ga. 8 ga ko'paytiraman, mana bular chopib olaman. 12 yarimdan 8 ni ayirib olsam 4 yarim qoladi. 4 yarim y teng bo'ladi 11,6 dan 8 ayirib olamiz. Chiqadi 3,6. Y barobar 3,6 ni 4 yarimga bo'lib olamiz. 0,8. Demak x'imiz 2. Bizda aytyapti, karbonat angidrid hosil bo'lgan karbonat angidrid miqdorini aniqlang. Xo'p, 5x plus 8y ni aniqlashim kerak ekan. 1 plus 8 ni 0,8 ko'paytirsak 6,4 bo'ladi. Adashmasam yig'indisi 7,4 bo'lar ekan. Javobimiz D varianti.